tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish, tadbirkorlik faoliyatini shug'ullanish istagida bo'lgan mijozlar uchun bir qator kredit turlari bor. Mahallalarda ishlaydigan fuqarolar uchun o'zini o'zi tasdiqlagan holda jismoniy yoki yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan tadbirkorlar uchun moliyaviy ko'mak kreditini tushuntirib o'taman. Buni muddati 3 yil muddatga 3 oy imtiyoz davri bilan ajratiladi. 20%. 100 million so'mgacha jismoniy shaxs maqomiga ega bo'lgan fuqarolar qat'iylik yoki garov evaziga olish mumkin. 100 milliondan yuqori 300 million so'mgacha bo'lgan bo'lsa